Mezoterapiya va biorevitalizatsiya muolajalari bular ikki xil muolaja hisoblanadi. Mezoterapiyani biz asosan 18 yoshdan 25 yoshgacha tavsiya qilamiz. Bunda tarkibida asosan vitaminli kokteyllar, peptidlar bo'ladi va mezoterapiya asosan terini yuza qavatida ishlaydi va aynan bir qanaqadir muammoga qaratilgan bo'ladi mezoterapiya. Masalan, dog'larni ochartirishga yoki aknedan qolgan izlarni, post akne izlarini ketkazishga qaratilgan bo'ladi. Biorevitalizatsiya muolajamizni biz asosan 30-35 yoshdan bo'lgan ayol qizlarimizga tavsiya qilamiz. Bu terini chuqur namlantirib beradi. Bu muolajamizni tarkibida ham farqi bor. Biorevitalizatsiyada asosiy tarkib demak gialuron kislotasi hisoblanadi. Bundan tashqari tarkibda yana PDRN, polinukleotidlar, oqsillar, aminokislotalar, antioksidantlar, peptidlar bo'ladi. Boyitilgan sostavga ega bo'ladi va biorevitalizatsiya terini chuqurroq qavatida ishlaydi. Yana mezoterapiyani kursi demak har hafta olish kerak bo'ladi. Ketma-ket kamida 4-6 martagacha olish kerak bo'ladi har hafta qatnab. Biorevitalizatsiyani bo'lsa 1 oyda 1 marta yoki 3-4 haftada 1 marta, 2-3 marta olsak yetarli bo'ladi. Biorevitalizatsiyadan keyin terimiz chuqur namlanadi, terining sifati yaxshilanadi, teri yosharadi. Mezoterapiyada aytganimdek aynan qanaqadir bir muammoga qarab ishlanadi. Mezoterapiyada shu dog'larni ochartirish yoki bo'lmasa o'sha aknedan qolgan izlarni ketkazishga har xil preparatlardan kokteyllar qilib qilinadi.